Mang'itning sentridan zo'r lokatsiyada 2 etajli kottejimiz chiqib qoldi. Gaz suv svetdan muammosi yo'q. Maktab bog'chaga bir odim, bozorgadan bir odim bo'lgan kottejimiz, ya'ni orqamda turgan kottejimiz sotiladi. Video davomida xudo xolasa batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Siz undan oldin like bilan qo'ng'iroqchani bosib qo'yamiz, podpiskani bosib qo'yamiz. Bizlar bo'lgan bo'lsa videoni davom ettiramiz. Ko'rib turgan mana shu 2 etajli kottejimiz sotuvga qo'yilyapti. Bo'rimizda gaz suv svet hech narsadan muammosi yo'q. Hammasi ulanib foydalanib o'tiribdi. Maktab bog'chaga bir odim. Hech narsadan muammosi yo'q. Domofonlarni ochib qo'yilgan. Ko'rsizda bo'ladi. Uyimizda ko'rishdan oldin domofonlari shunday odam kelganda bir qator ko'rsizlar bo'ladi. Endi bo'lsa uyimizda bir ko'rasizlar, baho berasizlar. Mana shunday uylarda niyat qilganlar like bilan podpiskalarni bosib qo'yamiz. Yaqin do'stlarimizga yuborib qo'yamiz niyat qilganlar. Uyimizni tanishtirishda davom ettiramiz. Kirgan yerimizda ko'rsizlar bo'ladi. Shunday rakovinalar oynalari bilan, moshin did bilan o'rnatilgan. Bu yerimiz bo'lsa tualet и ssenavoy kotellar hamma narsasi qo'yilgan. Bu yerimiz bo'lsa sklad shunday narsa. Xo'p, bu yerimiz bo'lsa ayollarimiz sevadigan xona, bu oshxona. Hamma narsasi toza qo'yilgan, 3 etajli kuxonniy mebel. Bu yerimizda ham gaz bilan ham to'q bilan shiton gaz plitalar o'rnatilgan. Vidishkalar bo'lsa ko'rsatsa bo'ladi. Sensorni yog'ib o'chiraverasizlar. Mana shunday uyda niyat qilganlar like bilan podpiskani bosib beramiz. Bu yerimizda bo'lsa chap qo'limizda zalimiz joylashgan. Zalimiz ham moshni 65lik LG qimmat televizorlardan qo'yilgan, konditsionerlar bor. Uyimizdagi jamiki ko'rgan narsalarimizning hammasi qoladi. Endi bo'lsa to'g'rida sanuzel joylashgan ko'rsatuvlar bo'ladi mana shu xonada. Bu yerimiz bir hol, shunday holatida ko'rsatuvlar bo'ladi. Orqa tarafi bo'lsa, orqa tarafidan zo'r kengani. Endi bo'lsa ikkinchi etaji bilan polni tanishtirib o'tib ketaman. Endi bo'lsa ikkinchi etajini bir qator ko'ramiz. Zinalarimizga ham e'tibor beramiz. Zo'r did bilan high-tech usulda qilingan. Mana shu zinalarimizga ham bir like bosib ketamiz usta akalarimizga. Chiqqan yerimizda ikkinchi etajimizda mana holni bir ko'rsatsa bo'ladi. Moshni listralardan did bilan o'rnatilgan. Bu yerimizda bo'lsa balkon. Balkondan zo'r manzara ko'rinib turibdi. Bir qator ko'rsatsa bo'ladi. Like podpiskani ham berib beramiz. Bo'rimiz Vyetnamdagi zo'r tabiatning manzarasini berib turibdi. Endi bo'lsa, tabiiyki bolalarimiz bor. Bolalarimizga ham xona kerak. Bu bo'lsa detskiy xonasi. Mana shunday holatida ko'rsatsa bo'ladi. Moshni qilib televizorlarni ochib qo'yib berilgan ekan. Xudo xolasa jamiki ko'rgan narsalar qoladi deyapti. Ko'rpa-to'shaklardan tashqari. Bu yerimiz zal oxirida ko'ramiz. Bu yerimiz bo'lsa shunday sanuzel. Banyasi. Kommentariyada yozib ketamiz, sanuzelmi yo banyami? Bu yerimiz bo'lsa yana bir spalniy. Shunday holatida ko'rsatsa bo'ladi. Moshni did bilan zo'r holatini olib kelgan ekan uyning egalari. Bu yerimiz bo'lsa ikkinchi etajdagi yana bir zalimiz. Lyustralari ko'rsatsa bo'ladi, moshni qilib ishlanadigan bu uyimiz. Endi bo'lsa narx-navolari bilan bir qator tanishtirib o'tib ketaman. Bu uyimizning narxini aytishdan oldin bizlarning YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Bu uyning narxini, uyning yerlari 700 million so'm aytadi. Yana tashib kelishgan yerlari bor deyiladi. Dokument hammasi toza deyiladi. 2026da kirib o'tganimiz deyiladi. Xudo xolasa ko'chganimiz deyiladi. Hamma narsa absolyut toza narsa. Hamma narsa qoladi. Mana shunda uyingizda birgalarga yuborib qo'yamiz. Kim niyat qilgan bo'lsa like bilan podpiskani bosib qo'yamiz. Hammani shunday uylarda yetirsin.